siz virusni hozir endi o'sha dehqoncha gapni aytamiz, uxlatdik deb aytayotgan bo'lsak, jigaringizda hozir hech qanday muammo yo'qmi, buni bilish kerak bo'ladi. Chunki 1 yil oldin jigarda muammo bo'lgan. Ya'ni bu virus jigarda yallig'lanish chaqirgan, gepatit chaqirib turgan. Plus qo'shimcha bunday holatlarda virusni agar tinchlantirgan bo'lsak, bu virusni dorisini to'xtatib, jigarda o'ziga ham ozgina yordam kerak bo'ladi. Ya'ni jigarda ishini yaxshilovchi dori preparatlari yo ichishga yo kolni qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun bunday holatlarda mana bu o'zi kamlik qiladi. Chunki bu yerda F1 chiqaryapti. Bu yerda hech qanaqa sirroz yo'q, fibroz yo'q. Bu hammasi normalniy sizda. Xavotirga o'rin yo'q. No, funksiyasida jigarda muammo yo'qmi? Buni bilish uchun faqatgina endi qon analiz, immuniy o'sha ALT, AST, GGTP, bilirubin, chelakshnak fosfataz, mana shu 5 ta ko'rsatkichi bor jigarda. Ana shu 5 ta ko'rsatkichni tekshirib ko'rilishi kerak. Shunga qarab, keyin sizga lecheniya kerak yoki kerak emas degan xulosaga kelamiz. Agar bu analizlar ham yaxshi chiqayotgan bo'lsa, to вообще hech qanaqa lecheniya kerak emas. 6 oyda bir, 1 yilda bir prosta kontrol qilib yurasiz virusni.